Oh, 13-qishloqqa ham kelmaganimga ancha bo'ladi. Bu yerlarda nima bo'lyapti-kana? Xabar olib kelaychi. Xo'p, merni ko'rmaganimga ham ancha bo'ladi. Bu yerlarda ham juda ham ajoyib ishlar qilsa bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa mayli, boshlaymiz. Okey. Tak, qo'yaylikchi. Mana bu kim uyi bo'ldi? Bu yerda oldin Niko degan bola yashardi. Hozir kim bor ekan? Mayli, kim bo'lsa ham. Mana shu uyni bloklash menga juda ham yoqib qoldi. Qani buni bloklash kerak. Da. Okey. Tak, bunday qilamiz. Bum. Oho, ha. Ana endi bu uyga hech kim kira olmaydi va chiqa olmaydi. Juda ham yaxshi ko'raman-da. Voy, kimdir ovoz kelyaptimi? Tezroq ketish kerak. Barchaga salom-omonashlar, sizlar yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Fiko. Obunashlar, yangi video roligimizga xush kelibsizlar va yana biz o'sha qishloq hayotidamiz. Hozir men shahardan kelaman va qishlog'imga yetib keldim. Endi uyimizga kiramiz. Let's go. Voy. Tushmadi? Kirib bo'lmayaptimi? Qanaqa kirib bo'lmaydi? Voy, aylanib o'tamiz. Voy. Voy, voy. Kim qildi buni? Tushmadi? Kirib bo'lmayapti. Voy, buzban bo'lmayapti. Voy. Kim qildi bu narsani? Tushunmadim. Obunishlar ko'ryapsizlar, qandaydir bir chiziq turibdi bu yerda. Bu yerda nimadir bor degani. Shaffof qandaydir bir oynami bilmadim. Tushunmadim. Mayli, qo'shnim bormi ekan? Bo'lsa so'rab ko'ramiz. Voy, jetel shu yerdamisan? Voy, sakrab ko'ramiz. Opa. Menimcha bu yerda hech kim yo'q. Boshqa anaqada bormi ekan? Hop, mer ham yo'q ekan, merni anaqasi bor ekan. Ular kotibami nima deydi? O'sha. Voy, jetel yaxshimisan? Fiko, nima gap? Yaxshi, xullas. Ana uyimni ko'rdingmi? Yo'q, nima bo'pti uyga? Kirib bo'lmayapti. Qandaydir bir, masalan, mana bu seni uying bo'lsa, mana shu yerdan bemalol kirsa bo'ladi, to'g'rimi? Lekin menikida qandaydir bir blok bo'lib qo'ygan, shaffof, qandaydir bir ko'rinmas. Ko'rinmas deysanmi? Bilmadim bu, lekin ertalab hacker yurdi. Anaqa nima deydi, qishloqda. Hacker? Voy, palaka, demak bu aniq hackerning ishi. Bilmadim. Ko'proq o'ylab ko'rishni maslahat beraman. Aytgancha, merga telefon qilsak-chi? Mer telefonni nima chiqaradi? Xohlasang, men berib turishim mumkin. Qani? Uyimda kiraver. Okey. Bu meni uy emas-u, bu sklad. Mana bumi? Ha. Yo, nima bu telefonni? Neshinchi asrdan qolib ketgan? Sen nima deyapsan buni? Bu legenda telefon, tushundingmi? Asamga tegma, bo'l tezroq telefon qil, keyin qaytarib ber. Tushundingmi? Bo'pti, hozir beraman. Merga telefon qilaylikchi. Aha. Mana ketdi mana. Tet. Mer, yaxshimisiz? Ha, Fiko, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ana bu nima deydi? Qayerdasiz hozir? Nima edi ishing? Juda ham zarur ishim bor. Birinchi ayting, qayerdaligingizni keyin aytaman. Shahardaman hozir, admin bilan o'tiribman. Admin? Как раз. Xullas, mana bu uyimni ertalab hacker kelgan ekan bizning qishloqqa. Xullas, mana bu uyimni oldiga qandaydir bir shaffof blok qurib ketibdi, qandaydir bir barriermi, bilmadim. Xullas, hozir uyimga kira olmayapman. Adminning yordami kerak menga. Admin, hozir bizni prezident bilan ko'rishimiz kerak. Prezident? Voy. Juda ham anaqayu-a? Bo'pti, qachon kelasiz? Shu desang bir 4 soatlarda borib qolsam kerak, shu kechroqligida. 4 soat. Ha, mayli. Shu yerdalarda turib tursam bo'ladimi? Ha, fermaga qarab tur, tushundingmi? Fermadagi ishlarni qil.
Xo'p. Mayli bo'lmasam. Aytmoqchi, anaqa ham yo'q-ku, mani nima deydi? O'rog'im uyning ichida-yu. Bilmadim, xullas fermaga qarang, tushundingmi? Bo'pti. Voy, o'chirib qo'ydi. Mer bilmadim, obunachilar prezident bilan ko'rishyapti. O Karl. Mayli, ana Jitel qani? Tushunmadim. Ey, nima bu yerga kirib olding? Ko'ryapsanmi issiqni? Isib ketdi. Ha, mayli, bo'pti. Rahmat telefonga. Obunachilar, mana bu issig'ini qaranglar. Terlab pishib ketaman. Sizlarda necha gradus yozib qoldiringlar kommentariyada. Mayli, bo'lmasam o'roq yo'q bo'lsa, qo'l bilan anaqa chiqamiz. Okay, let's go. Tezda olib. Okay. Tap. What is this? Okay. Tap, obunachilar tezroq tur, soatdan keyin admin kelib bizni uyimga kirgizib, mana bu barrierni nimadir shaffof plus blokni olib bersa juda ham zo'r bo'lardi. Agar bo'lmasa, men umuman o'ta olmayman bu yerdan. Men o'tib ham menda hech nima qilib bo'lmaydi. Okay. Tak, endi bu yerga nima ekilardi? Tak, kartoshka. Obunachilar, o'zingizlar yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, nima gaplar? Endi tak, hozirman. Xo'p, bu yerdan yangi narsalar kelibdi. Yangi narsalarni olamiz. Avval hozir sotib olishimiz kerak. Narsalarni sotib olamiz, keyin obunachilar ko'ryapsizlar, yangi narsalar kelibdi. Nimaga yangi narsalar keldi? Chunki issiqda odamlar juda ham ko'p narsa xohlaydi. Shuning uchun deb o'ylayman men. Endi tak. Tush mana bu yerga. Okay. Buni ham qo'yamiz, keyin sabzi. Oxirgisi shu obunachilar. Okay, let's go. Endi ularni qilib 48 ta bor bizda. Xo'p, aka nimalar keldi? Как раз anaqa kola olamiz. Hot dog, ice cream, muzqaymoq kelibdi. Let's go. Hamburger olamiz. Tort olamiz. Kofe ham kelibdi, lekin kofe hozir ketmaydi. Obunachilar, jahon chempionati finali. O'shanda kofe ichamiz. Sizlar aytmoqchi, jahon chempionatini ko'ryapsizlarmi? Bu video chiqquncha menimcha finali ham tugagan bo'ladi. Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar, men bilishim kerak. Albatta futbolga qiziqaman. Hop, bu yerlardan hozircha. Fakil kerak. Aka, rahmat. Okay, bunda nima bor? Bu mayli, ikkita non olamiz. Okay, hamma narsani oldik. Endi mana bu yerda aniqlarni kutib o'tirishimiz qoldi xolos. Mana bu yerga hali ham kirib bo'lmayapti. Sandig'imni qaranglar, ichida zo'r narsalarimiz turibdi. Mayli. Hozir qayerda turamiz? Mana bu toshli uyning ichiga yo'q, bu yer bo'lmaydi. Mayli, uyimizning ichida turib turaveramiz. Mana bu yerga ana ko'ryapsizlarmi buni ichida? Mana shu narsa, men sizlarga aytayotgan narsam. Biz mana shu yerga fakil qo'yib, endi kolamizni mana bu yerga qo'yib olamiz. Xudoklarni yeb o'tiramiz. Voy, Fiko, turasanmi yo'qmi? Kim bu? Voy, Umar, yaxshimisiz? Ha, kech qoldimmi? Uxlab qolgan ekanman. Aytmoqchi, admin qani? Uni prezident bilan ishlari chiqib qoldi. Xullas o'zim keldim. Banda u aytdiki, xullas uyga kirishning imkoni bor. Qanaqa? Adminsizmi? Uyimga umuman kira olmayman. Yo'q, adminsiz ham kira olasan. Chunki uyni tepasi bunaqa shaffof narsa bilan o'ralmagan ekan. Banda jetpack bor uyimda. Xullas ham berib turaman. Jetpack? Yaxshi bo'lardi. Bo'pti, o'zing bilan kirkov ol. Kirking bormi? Kirkam hozir shunda tepasidan buzib kirsa bo'ladi demoqchisiz-a? Ha, tepasi bo'lmagan ekan. Okay. Kirkami? Hozir kelaman. Hozir menda kirka yo'q. Lekin sotib olsam bo'ladi. Okay. Mana ismli akadan kirka olib turamiz. Voy, aka tushib qoldi. Uzr. Hop, aka, rahmat. Hop, endi let's go. Bu yerdan so'rab ko'ramiz.
Okay. Mer, jetpack qayerda? Mani uyimda kirib olishim mumkin. Kotibamdan so'rasam beradi. Ham bo'ldi. Obunishli hozir men hozir tepasidan buzib bemalol uyga kirishim mumkin ekan. Jetpack nimaligini bilmaydiganlarga jetpack bu shunaqa narsaki, sumka lekin ucha olasiz, tushunyapsizmi? Uchi gaz ballonga o'xshagan narsa, uchi ketish mumkin. Hop. Nima qilyapsizlar? Surday. Bo'pti. U mana jetpack. Короче, mendan so'radim, olib turman, bo'pti. Okay, obunishlar, let's go. Endi kiyib olamiz. Yo! Hay, uzoqqa ketma, o'lib qolasan. Wo. Okay. Ozgina mazza qilib oling. Hozir oxirgisi mana. Let's go. Mer kiraveraymi? Ha. Oba $24 ijarasi bor. 24. Jetpackni ham berib tursiz, nima qiladi? Yo, 24. Berasan, bo'lmasam yo'qol. Politsiya chaqiraman. Oxirgi pullarim. Mana, mayli. Ketdi. Let's go. Oppa. Tushib oldik. Buni ishlab, mana buni qaranglar. Wow. Wow. Ashi zo'r. Endi mana bu yerdan, bu yerdan buzib bo'lmas ekan. Mana. Kravatga tushishimiz kerak uni ishlatdi. Okay. Ketdi. Oy. Jonim. Mana bunday qilib o'rab qo'yamiz. Let's go. Buni ishla, va nihoyat uydaman. Stop. Mer. Qanaqa qilib chiqib ketaman endi? Ertaga adbiy keladi. Buguncha shu yerda uxlab tur. Voy, balakat, nima oldinroq aytmadingiz? Ko'paysa deb o'ylabman-da. Bo'pti, ulas. Voy. Jetpackchi? Ertaga berasan. Rahmat. Okay. Obunishlar, endi gamburgerlarni yeb, endi mazza qilib o'tiramiz. Obunishlar, video shu bilan tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Like bilan obunani bosib qo'yish eslardan chiqmasa. Eng muhimi obuna. 700 ta obunachi bo'lmas, 1000 ta obunachi qilish kerak. Let's go. Hammaga xayr. Endi jetpack bilan mazza qilaman. Qanday mazza? Hop, endi nima qilamiz? Okay, not olib, mazza qilib hozir sandig'imda nimalar bor?